Qadrdonlar, aksiyamiz davom etyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxlarni aytamiz. Juda ham arzon qilib beryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta arzon qilayotganimizni o'zingiz guvohi bo'lasiz. Ko'rib turgan joyli 200 kvadrat joyni qilib berganmiz. Oq fasonda ko'rib turgan bo'lsangiz, aylanasiga 3,5 ga 4,5 joyimiz, darvozani 2 bo'lib qilib berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. 4 ta lampochka qo'yib berganmiz. Bepul plafonlarini bepul o'rnatib beryapmiz. Albatta o'zingiz olib berasiz. Xo'sh, 200 kvadrat qayerlarga ketdi desanglar, ko'rib turgan joylar 3,5 ga 4,5, ikkovi bir xil darvozaxona 2 bo'lib qilib berdi deb aytdik video boshida. G shaklida mana ko'rib turibsizlar, shapkalarni qilib berganmiz. 1 metrga xo'sh, 23 metr joyni tunkafon qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Albatta mehnatimizni qadrlab bir dona like bosib qo'yasiz. Tarnovlarni ham qilib berganmiz. Nech puldan qilib beryapsiz ustaga desangiz, narxini aytaman. Orqasiga shilipkasi bor, 12 ga 2 razmerda. Ilmoqlari bilan 1 metrni 60 ming so'm usta haqqi ichida qilib beryapmiz. Lesalari albatta hamma yo'q ichida. Shu tunkafon qildirsangiz albatta. Shuni ham aytib o'tish lozim deb bildim. Ustaga nech pul qilib beryapsiz desangiz, xizmatlarimizni aytamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab shu ko'rib turgan fasoniylarda 140 ming so'mdan qilayotgan edik. Hozirgi kunda 2026-yilda shu ko'rib turgan fasoniylarda oq fasonda 130 ming so'mdan aksiya qilib beryapmiz. Ko'rib turibsizlar, listda qalinligini ham aytamiz. 0.4 qalinlikda qilib beryapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, burchaklarni ham ko'ryapsizlar. O'zingizlar bitta baho berib, layklar bilan albatta poddeshka qilib qo'yasizlar. Ko'rib turgan joylar 3 metrga 8 metr joy. Bu fasonimiz eng kam rasxod ketadigan fasonlardan biri. Albatta bemalol tavsiya qila olaman bu fasonni. Xo'sh, kimdadir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yoki ekranda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol so'rashingiz mumkin bo'ladi. Borib o'lchashimizda ovoragarchilik bo'lmaydi. Albatta bemalol boramiz, o'lchaymiz, nasib bo'lsa qilib beramiz. Nasib bo'lmasa iloji yo'q. Bundan hech qanaqa rasxod, pul sizdan talab qilinmaydi. O'lchaganimizda bemalol chaqirib o'lchatishingiz mumkin bo'ladi. Albatta video yo'q deganlar, video boshida aytganmiz, o'rtasida aytganmiz, bir dona like bosib qo'yasiz. Tunkafon qildiraman deb yurgan aka-ukalar eshitmagan bo'lsa, albatta eshitsin. Juda ham arzon qilib beryapmiz. Bemalol tunkafon boshqa hamkasblarimizdan ham bilib olishingiz mumkin. Narxlarni bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar.